Li Baotianning san'at yo'li dadisi bilan bo'lgan keskin ziddiyatdan boshlangan. Dadisi uning artist bo'lishiga qarshi turib, uning bilan ota-bolalikdan kechmoqchi bo'lgan. Jahil xarakterlik Li Baotian 14 yoshida uydan chiqib ketib, 5 yilgacha oilasi bilan aloqa qilmagan. Bu jarayonda u ochliq, kasallik va yolg'izlikning dardini tortib, oxirida og'ir kasal bilan doktorxonaga kelganda tasaddibiy yana bir bolani istayotgan dadisi bilan uchrashgan. Dadisi garchi uningga gap qilmagan bo'lsa-mu, ammo Li Baotian uxlayotganda asta kelib uning biligini uvlab qo'ygan. Bu sukutdagi mehr ota-bola o'ttirsidagi uzun yillik sovuqchilikni eritgan. Afsuski, ziddiyat tugagan shu mezgilda dadisi kasal bilan vafot bo'lib, Li Baotianning yuragida umrlik pushaymon qoldirgan. Dadisi vafot bo'lgandan keyin Li Baotian oilaning yukini ustiga olgan. Uning ukisi iqtidorli rassom bo'lib, 28 yoshida Xinjiangga ketayotganda pul tejash uchun boshqalarning mashinasiga chiqib elib, qatnash vaqasida qazo qilgan. Li Baotian bu ishni o'zining puli bo'lmaganligidan, ukisiga moddiy jihatdan yordam qilinmaganligidan ko'rib qattiq azoblangan. Ukisining xotirasini abadiylashtirish va uning tamomlanmagan orzusini davomlashtirish uchun Li Baotian rasm chizishni o'rganishni boshlagan. Bu orqali ukisiga bo'lgan sevginishini ifodalagan. Li Baotianning onasi intayin prinsipchan, qaysar va sovuq xarakterlik ayol edi. U 30 yoshda eridan qirg'anda kichik o'g'ildan ayrilgan bo'lsa-mu, kishilar oldida bir tomchi yosh to'kmay, o'zining azobini ichiga yutgan. Li Baotian bilan onasining munosabati uzun vaqtgacha yaxshi bo'lmagan. Li Baotian 50 yoshdan oshgandimi, onasi yanada o'g'lining o'z muhabbatini ifodalashini qabul qilolmay, qo'lini tortib olgan. Toki onasi 80 yoshga kirgandan keyinla ona bola bir-birini quchoqlashni, bir-biriga mehr berishni o'rgangan. Onasi vafot bo'lgandan keyin hukumat uning bir umr pok o'tganligiga yuqori baho bergan. Li Baotianning hayotidagi bu 3 yaqini uning xarakteridagi johillik, prinsipchanlik va mas'uliyatchanlikning manbasi bo'lgan. U o'z yaqinlariga bo'lgan xijillik va sig'inishini san'atga bo'lgan yuqori talabchanlikqa aylantirgan. Shunglashqa u e'lon qabul qilmaslik, sifatsiz filmlarga qatnashmaslikdek prinsiplarda ching turib kelgan. Li Baotianning mijozi ota-onasiga intayin o'xshaydigan bo'lib, nihoyat haqqoniy, qaysar va prinsipchan edi. 1990-yili dangliq rejissor Zhang Yimou uni Gongli bilan birga Judo nomli filmda rol olishga taklif qilgan. Dastlabda Zhang Yimou ularning yosh farqini mos kelmaydi ekan deb o'ylab boshqa yosh artistga almashtirgan bo'lsa-mu, lekin suratga olish jarayonida yanada ko'ngliga arzimay shaxsan o'zi berib Li Baotianni qaytadan taklif qilgan. Shuning bilan bu ikki artistning klassik roli maydonga kelgan. Bu hamkorlikdan keyin Zhang Yimou Li Baotianning mahoratiga to'liq qoyil bo'lgan. 1992-yili 46 yoshlik Li Baotian o'zidan 20 necha yosh cho'ng 70 yoshlik bovayning rolini o'ynab, tomoshabinlarni va tanqidchilarni hayron qoldirgan. Keyin u Zhang Yimouning taklifi bilan salbiy rolga, ya'ni qora jamiyat kattiveshining roliga chiqqan. Shundaqla gap bo'lsa chiroyli qilishayli degan kinoda yuvosh ham yumoristik rolni voyaga yetkazib o'ynab, o'zining har qanday rolni ola oladigan usta artist ekanligini isbotlagan. Zhang Yimou uni Jongodagi eng ulug' artistlarning biri deb ta'riflagan. Li Baotianni butkul mamlakat xalqiga haqiqiy tonutgan asar Dok vazir Liu Yong bo'ldi. Bu teatrda uning Xishin rolidagi Wang Gang bilan bo'lgan sahnadagi kurashlari tomoshabinlarni qattiq jalb qilgan. Lekin real turmushda Li Baotian bilan Wang Gangning o'rtasida kasbiy axloq jihatda zo'r ixtilof paydo bo'lgan. Wang Gangning doim shaxsiy ishlari bilan ruxsat so'rab, film guruhini saqlatib qo'yishi, rol elishni qil sig'mas haqiqat deb biladigan Li Baotianni qattiq norozi qilgan. Shunga keyin teatrning davomini ishlash o'ttirg'i qo'yilganda ssenariyaning sifatiga kapolatlik qilib bo'lmaydiganligini his qilgan Li Baotian pulni deb sifatsiz asarga chiqishni rad qilgan hamda Jangoli va Wang Ganglardan ayrilib chiqqan. 57 yoshida Li Baotian xislatlik tibib Shilayli teatrida rol elib kasbiy hayotidagi yana bir yuqori pallaga yetgan va nurg'un mukofotlarga erishgan. Ammo uning san'atga bo'lgan qattiq talabchanligi davomli sinoqlarga duch kelgan. Xon mufattishi filmida mablag' sog'uvchilarning qism sonini sun'iy holda uzatib pul tepish qilmishiga norozi bo'lib, ochiq oshkor sudga arz qilgan. Garchi bu ish sababli 10 necha shirkat birlashib uni boyqut qilib, kino teatr manbasiga ta'sir etgan bo'lsa-mu, u qilcha pushaymon qilmay, qoida degan qoida deb turib olgan. U san'at axloqiga intayin ahamiyat beradigan bo'lib, samimiyatini yo'qotib qo'ymaslik uchun hayotida hech qanday e'longa chiqib boqmagan. Hatto 20 million yuanlik yuqori baholiq takliflarni rad qilgan. Uning uchun artistning vazifasi faqatla tomoshabinlarga yaxshi rollarni sunish edi. Li Baotianning mijozidagi haqqoniylik va qaysarlik go'yo uningga putilgan bir xil miros bo'lib,
u ömür bo'yi o'z prinsipida ching turib keldi. Uning nazarida artistlik shuncha muqaddas bir kasbki, uni hargizmi moddiy manfaat yoki fursatparastlik bilan bulg'ashqa bo'lmaydi. Bo'libmi uning e'lon ishlashga tutgan pozitsiyasi butkul san'at sohasini hayron qoldirib kelgan. Li Baotian san'at sohasiga qadam qo'ygandan buyon biramo e'lonni qabul qilmaganligi bilan donglik. Kishilarni texmi hayron qoldirdigini, u rad qilgan e'lon haqqining eng yuqorisi 20 million yuandan eshib ketgan bo'lsa-mu, u yanada qilch tavranmagan. Bu pulning ko'p ozligida emas, balki uning vijdonidagi tortish kuchida edi. Bir qitimliq ziyoratda riyosatchi uningdan nimishqa shuncha ko'p pulni rad qilganligini so'raganda, Li Baotian intayin samimiylik bilan, "Masalan, men haroq ichmayman. Shundaq turug'liq biri meni haroq e'loniga taklif qilsa, men qandoqmi yolg'on so'zlab, og'zimdan bu haroq undaq yaxshi, bundaq yaxshi degan gaplarni chiqara olayman. Men tomoshabinlarni aldayolmayman", deb javob bergan. Uning qarashicha, artistning televizirdagi obrazi haqqoniy va ishonchli bo'lishi kerak. Agar e'lon orqali o'zi ishiltib boqmagan yoki ishonmaydigan mahsulotni ko'kka ko'tarsa, bu tomoshabinlarga bo'lgan xiyonat edi. Li Baotianning tuz mijozi ziyoratlardami ochiq oshkora ifodalanib turadi. Panchangjiang bir programmada uningdan "Li muallim, sizning bu tuz mijozingiz nurg'un odamlarni ranjitib qo'ygan bo'g'itdi" deb so'raganda, u sukut qilish orqali o'zining prinsipdan voz kechmaydiganligini bildirgan. U yana ilgirki hamkorlashuvchilari to'g'risida to'xtalganda, "Ba'zi odamlar bilan qayta hamkorlashishga bo'lmaydi" deb dadil so'zlagan. Bu yerdagi bo'lmaydi degani shu kishilarning shaxsiyatiga qartilgan haqorat emas, balki san'atga tutgan pozitsiyadagi zo'r farq edi. U ssenariyaning sifatini hammadan a'lo biladi. Pulni yoki boshqa narsalarni deb tayin yo'q ssenariyalarni tomoshabinlarga sunishim mumkin emas degan so'zi uning butkul artistlik hayotining obidasiga aylangan. Li Baotianning bu xil qattiq prinsipi uning oila munosabatidami o'z ifodasini topgan. Uning markaziy teatr sho'yanida tonishlari ko'p bo'lsa-mu, shu maktabga imtihon bergan birdan-bir o'g'li Li Yuga qilcha yordam qilmagan. O'g'li uda 6 yil imtihon berib, ondan maktabga o'tgan. Hatto 2009-yili o'g'li to'y qilganda Li Baotian film suratga olish xizmatini oqsitib qo'ymaslik uchun o'g'lining to'yig'imi qatnashmagan. O'g'li keyincha dadasining bundaq san'at axloqini to'liq tushungan. Li Baotianning samimiy va prinsipchan hayot musobaqasida uning ayoli Huying boshdan oxir uni shartsiz qo'llab kelgan. 2020-yili 74 yoshli Li Baotian Jungo kinochilikqa oltin burkut lo'nqisining ömürlük muvaffaqiyat qozongan san'atkor mukofotiga erishganda, sahna ostidagi barliq artistlar o'rnidan turib hurmat bildirgan. Garchi u qerib qolgan bo'lsa-mu, ammo san'atga bo'lgan qizg'inligi qilcha o'zgarmagan edi. Uning ssenariya tanlashda talabi intayin qattiq bo'lib, nachar ssenariyalarda rol olgandan ko'ra uyda rasm chizib o'ltirishni a'lo bilgan. Mayli qancha yoshga kirsin, Li Baotian pul va nom-manfaat uchun san'at o'lchimini tuvallatib boqmagan. U o'zining vijdoniga va tomoshabinlarga yuz kelalaydigan xalq san'atkori degan nomga haqiqiy loyiq bo'lgan ulug' shaxsdir.